Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Yevropa Parlamentining a'zosi, Yevropa Parlamentining Xitoy bilan munosabat vakillar o'migining raisi Engin Eroğlu 4-may Yevropa Parlamentida so'z qilib, Xitoyning atalmış Millatlar Ittifoqligi qonunini ayiblagan. Engin Eroğlu'nun 4-may Yevropa Parlamentida qilgan so'zida Xitoyning atalmış Millatlar Ittifoqligi qonunini ayiblab, Xitoy tashviqotlarida o'zining madaniyat ko'p xilligini davron soladi, ammo Uyg'urlar, Tibetlar ve az sonliq millatlarning assimilyatsiya qilinishi bo'lsa ko'z oldimizga reallik aylandi. Uyg'ur va Tibet qatorliq millatlar va diniy az sonliqlarni sistemlik bostirib deganini ta'kidlagan. Engin Eroğlu so'zida yana martda Xitoyning mamlakatlik xalq qurultiyi millatlar ittifoqligini ilgari surish qonunini ma'qulladi. Hamda ularning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi texmi cheklanadi. Barliq maktablarda, hukumat organlarida va ommaviy turmushda Xitoy tili oldingi o'ringa qo'yiladi. Xitoyda taxminan 300 til va dialekt bor bo'lib, ular hozir majburiy holda jimjit yo'q qilinish xavfiga duch kelmoqda. Natijada millionlagan kishilarning madaniyat va diniy kimligining yo'q qilinishi davlat tarafidan qasddan qilingan. Bu umumiy kishilik huquqqa qilingan va qabul qilg'ili bo'lmaydigan hujumni shakllantirdi. Tarixiy mas'uliyatimizni nazarda tutganda, biz Yevropaliklar bu majburiy assimilyatsiyani aniq hal qilishimiz va uningga qat'iy qarshi turishimiz kerak degan. Yevropa Komiteti Yevropa Ittifoqining Huawei quyosh energiyasi texnikasiga mablag' silishini to'sib qo'ygan. Yevropa Komitetining bayonotchisi muxbirlarga Yevropa Ittifoqi ijroiya amaldorlarining chet elliklarning Yevropa Ittifoqining muhim ulaslariga buzg'unchilik qilish xavfiga qarshi harakat qo'llanishga qaror qilganligini, buning ichida yuqori xatarlik deb qaralgan ta'minlovchilar qatnashgan turlar uchun Yevropa Ittifoqi mablag'ini ishlatishni cheklash orqali jiddiy va konkret harakat qo'llanishni qaror qilganligini, shundaqla Yevropa Komiteti 4-may kuni Xitoyning Huawei'ni o'z ichiga olgan xatarlik darajasi yuqori deb qaralgan shirkatlarning kun taxta texnikasiga Yevropa Ittifoqining mablag' silishini to'sib qo'yganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi uzundan buyon Xitoyning texnik giganti Huawei'ning 5G to'rdagi tehdididan andish qilib kelgan bo'lib, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarni Xitoyning 5G to'rini Yevropa telegraf to'ridan chiqarib etishga undab kelgan bo'lib, navbatda bu pozitsiya majburiy ijro qilinishga qarab o'zgarmoqda. Yevropa Komitetining bayonotchisi 4-may kuni muxbirlarga Pakiza energiya to'riga chet ellarning aralashishi keltirib chiqargan xavflar, elektr ishlab chiqarish parametrlarini o'zgartirish, tok ishlab chiqarishning uzilishi va mashg'ulot sonliq ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishni o'z ichiga oladi. Bu Iroqdan to'xtab qilish, bu texnikani ishlatgan davlatlarda jiddiy ahvolda butun mamlakat bo'yicha tok uzilishini paydo qilishi mumkin deganlarni aytgan. U yana qayta ko'zdan kechirilgan torbiy xatarlik qonuni bu xavf-xatarlarni hal qilishni maqsad qilgan bo'lib, Beijing o'tgan hafta Yevropa Komitetining Xitoy ta'minlovchilarini Yevropa Ittifoqi bozoridan cheklash tadbirlariga qarshi turish bilan tahdid solgan. Amerikadagi kishilik huquq advokati Rayhan Asad Washington pochtasida e'lon qilgan maqolasida Amerika prezidenti Donald Trumpga uning 14 va 15 may kunlari Beijingda olib boradigan ziyoratida inisi Akbar Asadning qo'yib berilishini talab qilgan. Rayhan Asad Washington pochtasi gazetida 5 may e'lon qilgan bu maqolasida o'zining bu talabini ham axloqiy majburiyat, ham diplomatik fursat deb tasvirlagan bo'lib, Bag'dash to'rining qurg'uvchisi Uyg'ur korxonachi Akbar Asad 2016-yili Amerika Tashqi ishlar ministrligi tomonidan uyushtirilgan xalqaro ziyoratchi rahbarlar programmasiga qatnashib Urumchiga qaytgandan keyin, shu yili aprel oyida Xitoy bexatarlik tarmoqlari tomonidan tutqun qilingandan keyin, Xitoy hukumatı uni irqiy o'chmanlik va irqiy kamsitishga quturtish jinoyati bilan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Akbar Asad xalqaro mutaxassislar tomonidan Xitoyning xohlagancha tutqun qilish siyosatining qurboni deb qaralib, BDTmo bu haqda o'xshash qaror chiqargan edi. Rayhan Asad martda e'lon qilgan bayonotida Trumpning oldimizdagi Xitoy ziyoratida inisining delosi haqida Xi Jinping bilan bevosita so'zlashishini umid qilganligini aytgan bo'lib, u bu hafta Washington pochtasiga yozgan maqolasida Trumpning bu qadamni bosmaslik uchun hech qanday sababining qolmaganligini ta'kidlab, Akbar Asad Amerika hukumati bevosita taklif qilgan bir programmaning qatnashchisi edi. Amerikaning bu delodan o'zini qochirmaslik kerak degan.
Amerika Tashqi ishlar ministrligi demokratiya, kishilik huquq va emgak ishlari byurosining mudiri Rayli Barnes o'zining X hisobida ham berilgan uchurida Akbar Asadning Xitoy hukumati tarafidan tutqun qilinganligiga 10 yil bo'ldi. Biz yana bir qatam Xitoy hukumatiga uni darhol va shartsiz qo'yib berishga chaqiramiz degan. Navbatda Amerika Kengash palatasida bu vaqtdagi inkaslar ko'payayotgan bo'lib, Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Jim Risch, Chris Coons, Rick Scott, Tim Kaine, Todd Young qatorliq 10 nafar Kengash palata a'zosi 9 aprel kuni birlikda bayonot e'lon qilib, mundaq degan: 10 yil ilgari Xitoy hukumatining Uyg'ur korxonachi Akbar Asadni xohlagancha tutqun qildi. Akbar hech qanday jinoyat sodir qilmagan bo'lsa-mu, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinib, yaqinlaridan ayrilmoqda. Biz adil sud qilinmasdan berilgan bu jazoni kuchli ayiblaymiz hamda uning darhol va shartsiz qo'yib berilishini talab qilamiz. Kengash palata a'zolari bayonotida Akbar Asad delosini Xitoyning vatanimizdagi sistemlik bostirish siyosatlari bilan bog'lab analiz qilgan bo'lib, bayonotda mundaq deyilgan: Akbar afsuski Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa etnik ham diniy asosliqlarga qarta ilib berayotgan keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik harakatining faqat bir misolidir. 2017 yildan boshlab Xitoy hukumati 1 milliondan ortiq Uyg'urni tutib turmoqda. Xitoy majburiy emgak va diniy erkinlikka ig'ir cheklamalar, majburiy tug'mas qilish va majburiy bola tushirish qatorliq siyosatlardan tarkib topgan bir mustabid sistema qurdi. Prezident Trump bilan Xi Jinpingning 14 va 15 may kunlari Beyjingda ko'rishishi planlangan bo'lib, Amerika doiralari bu uchrashda savdo munosabatining kun tartibining asosli salmoqini egallaydiganligini faraz qilsa-mu, nurg'unlagan kishilik huquq tashkilotlari va parlament a'zolari siyosiy tutqunlarning qo'yib berilishining cho'qim kun tartibga elib kelinishi kerakligida ching turmoqda. Trump va Xi'ning boshliqlar uchrashishiga sanoqli kun qolgan vaqtda Rayhan Asadning bu chaqiriqi Washingtonda borgan sari kuchli inkas qo'zg'amoqda ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.